Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi real vaqt tizimlariga kirish. Bugun biz real vaqt tizimlari, ya'ni ingliz tilida real time system, qisqacha RTS deb ataladigan tizim haqida gaplashamiz. Bu mavzuni o'rganishdan asosiy maqsadimiz real vaqt tizimi deganda aynan nimani tushunish kerakligini aniqlab olish. Oddiy kompyuter dasturlarida biz ko'pincha bir narsaga e'tibor beramiz. Dastur to'g'ri natija beryaptimi yoki yo'qmi? Lekin real vaqt tizimlarida bundan tashqari yana bitta muhim talab mavjud. Natija faqatgina to'g'ri bo'lishi emas, balki kerakli vaqtda tayyor bo'lishi ham kerak. Masalan, oddiy matn muharririda faylni saqlash bir necha soniya davom etsa, bu odatda katta muammo emas. Lekin avtomobilning xavfsizlik tizimi yoki tibbiyot qurilmada bir nechta millisekund kechikish ham juda muhim bo'lishi mumkin. Demak, bugungi ma'ruzada avvalo real vaqt tizimlarining ta'rifini ko'rib chiqamiz, keyin uni oddiy hisoblash tizimlari bilan taqqoslaymiz. Shundan so'ng deadline, response time, reset va jitter kabi asosiy tushunchalarni ham o'rganib chiqamiz. Keyin real vaqt tizimlarida hard real time, firm real time va soft real time turlarini ham ajratamiz. Shuningdek, real vaqt tizimlarining aviatsiya, avtomobilsozlik, robototexnika, tibbiyot kabi sohalarda qanday ishlatilishini ham ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzu juda muhim, chunki keyingi ma'ruzalarimizda o'rganadigan RTOS, scheduling, interrupt, synchronization kabi mavzular aynan bugungi asosiy tushunchalarga asoslanadi. Shuning uchun bugungi ma'ruzani real vaqt tizimlari bo'yicha kursimizni boshlang'ich poydevori deb qarasak ham bo'laveradi. Endi bugungi ma'ruzamizni rejasi bilan tanishib chiqamiz. Demak, 5 ta asosiy masalani ko'rib chiqamiz. Birinchi masala real vaqt tizimlari haqida umumiy tushuncha. Bu qismda real vaqt tizimi nima ekanligi, vaqt cheklovi nima ekanligini va nima sababdan vaqt bu tizimlarda juda muhim ekanligini ko'rib chiqamiz. Ikkinchi masala oddiy tizimlardan farqi. Bu yerda oddiy kompyuter tizimi bilan real vaqt tizimi o'rtasidagi farqlarni ko'rib chiqamiz. Uchinchi masala asosiy atamalar va turlar. Bu qismda deadline, response time, reset va jitter tushunchalarini o'rganamiz. Bundan tashqari hard, firm va soft real time tushunchalarini ham ko'rib chiqamiz. To'rtinchi masala qo'llanilish sohalari. Real vaqt tizimlari qayerlarda ishlatilishini ko'ramiz. Masalan, aviatsiya, avtomobilsozlik, robototexnika, tibbiyot, telekommunikatsiya, aloqa, mudofaa, IoT, sun'iy intellekt sohalari kabilarni ko'rib chiqamiz. 5-chi masalani oladigan bo'lsak, zamonaviy yo'nalishlar va baholash. Bu yerda demak IoT, sun'iy intellekt, tizim samaradorligi va real vaqt tizimlarining hayotiy sikli haqida gaplashamiz. Demak, dastlab nazariy tushunchalarni o'zlashtiramiz, keyin esa ularni amaliy qo'llanishini ko'rib chiqamiz. Endi eng asosiy savolga o'tamiz. Nima uchun bizga real vaqt tizimlari kerak? Buning javobi juda oddiy. Ba'zi tizimlarda faqat to'g'ri javob olishni o'zi yetarli emas. Javob kerakli vaqtda kelishi kerak. Buni 3 ta misol orqali tushunishimiz mumkin. Birinchi misolda avtomobilning havo yostiqchasini oladigan bo'lsak, ya'ni airbag. Tasavvur qilamiz, avtomobil to'qnashuvga uchradi, avtomobildagi sensorlar to'qnashuvni aniqlaydi. Shundan keyin tizim juda qisqa vaqt ichida qaror qabul qilishi va xavfsizlik mexanizmini ishga tushirishi kerak bo'ladi. Bu jarayon o'nlab millisekundlar ichida bajarilishi kerak. Agar tizim juda kech javob bersa, havo yostiqchasi texnik jihatdan ochilgan bo'lishi mumkin, lekin u kerakli vaqtda ochilmaganligi sababli o'z vazifasini bajara olmaydi. Demak, bu inson hayoti bilan bog'liq bo'lgan masala hisoblanadi. Ikkinchi misolimizni oladigan bo'lsak, yurak stimulyatori, ya'ni buni nomini pacemaker deyiladi. Bu qurilma organizmda yurak faoliyatini kuzatadi va kerakli vaqtda tegishli impulsni yuboradi. Bu yerda ham vaqt juda muhim.
Agar kerakli vaqtda javob kechiksa, tizimning vazifasi bajarilmagan bo'ladi. Demak, bu ham inson hayoti bilan bog'liq. Uchinchi misolimiz bu avtopilot. Samolyotning boshqaruv tizimi sensorlardan ma'lumotlarni doimiy ravishda qabul qiladi. Bu ma'lumotlar asosida yo'nalish, tezlik va boshqa parametrlar bo'yicha qarorlar qabul qilinadi. Bu jarayon belgilangan vaqt oralig'ida takrorlanib turishi kerak. Endi oddiy misol bilan farqni tushunamiz. Masalan, kompyuterda faylni saqlayapmiz. Agar fayl bir necha soniyada emas, 5 soniyada saqlansa, bu butunlay boshqacha narsa bo'lishi mumkin. Oddiy biroz kutamiz. Shu bilan yana saqlansa bo'laveradi. Lekin avtomobildagi xavfsizlik tizimi bir necha soniya kechiksa, demak oqibatida inson hayoti bilan bog'liq fojialar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun real vaqt tizimini asosiy g'oyasi shundan iboratki, kechikishning o'zi ham tizim uchun xato bo'lishi mumkin. Natija to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin agar u kerakli vaqtdan keyin kelgan bo'lsa, amaliy jihatdan bu noto'g'ri natijaga teng bo'lishi mumkin. Mana shu fikrni bugungi ma'ruza davomida doimo yodda tutishimiz kerak bo'ladi. Endi real vaqt tizimiga aniq ta'rif berib o'tamiz. Real vaqt tizimi, real time system, RTS deb aytib o'tdik. Tashqi hodisalarga qat'iy vaqt cheklovlari doirasida javob qaytaruvchi hisoblash tizimidir. Bu ta'rifda ikkita asosiy jihat mavjud. Birinchisi mantiqiy to'g'rilik, ikkinchisi vaqt bo'yicha to'g'rilik. Mantiqiy to'g'rilik deganda algoritmning to'g'ri natija berishi tushuniladi. Masalan, dasturga 5 va 3 sonlarini berdik va natijasi 8 chiqdi. Bu mantiqiy jihatdan to'g'ri natija. Ammo real vaqt tizimida yana bir savol beramiz. Natija qachon tayyor bo'ldi? Agar natija belgilangan muddat ichida tayyor bo'lsa, tizim vaqt talabini ham bajargan bo'ladi. Agar natija kechiksa, natijaning o'zi to'g'ri bo'lsa ham, tizim talabni bajarmagan bo'ladi. Masalan, internet orqali video ko'rayotganimizda video kadri biroz kechiksa, bu noqulaylik tug'diradi, lekin odatda bu tizimni xavfli xatosi hisoblanmaydi. Ammo tibbiyot qurilmalarida yoki xavfsizlik tizimida vaqtning buzilishi ancha jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun real vaqt tizimi tez ishlaydigan tizim deb tushunish noto'g'ri. Real vaqt tizimi eng muhim tushuncha. Bashorat qiluvchanlik, ya'ni predictability deyiladi. Ya'ni biz tizimni kerakli vazifani belgilangan vaqt ichida bajarishiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Shuning uchun real vaqt tizimida o'rtacha bajarilish vaqtidan ko'ra eng yomon holatdagi bajarilish vaqti ko'proq ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu tushuncha keyinchalik VSET mavzusida yana aniqroq ko'rinadi. Oddiy tizim va real vaqt tizim. Eng oddiy general purpose ham tizim bilan real vaqt tizimini, demak ikkalasini taqqoslashni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda eng muhim fikr faqat farq tezlikda emas, farq vaqtning kafolatlanganligida. Oddiy kompyuter tizimida asosiy maqsad odatda to'g'ri natija olish, real vaqt tizimida esa biz to'g'ri natijani belgilangan muddat ichida olishimiz kerak. Oddiy tizimlarda o'rtacha unumdorlik, ya'ni throughput deb nomlanadi. Bu o'rtacha unumdorlik juda muhim hisoblanadi. Masalan, server 1 sekundda qancha so'rovni qayta ishlay olishi muhim bo'lishi mumkin. Real vaqt tizimida esa savol boshqacha bo'ladi. Eng yomon holatda ham vazifa deadline ichida tugayaptimi, yo'qmi? Shuning uchun real vaqt tizimida VSET, ya'ni worst care execution time muhim hisoblanadi. Demak, buni keyingi darslarda ham ko'rib chiqamiz. Kechikish ham boshqacha baholanadi. Ya'ni oddiy tizimda kechikish foydalanuvchi uchun noqulaylik bo'lishi mumkin. Real vaqt tizimida esa kechikish tizim xatosiga aylanishi ham mumkin. Rejalashtirish ham farq qiladi.
Oddiy operatsion tizimlarda jarayon o'rtasida adolatli resurs taqsimoti va interaktivlik muhim hisoblanadi. Real vaqt tizimlarida esa ayrim vazifalar boshqalaridan ustun bo'lishi mumkin. Masalan, xavfsizlikka oid task oddiy ma'lumot chaqiruvchi taskdan oldin bajarilishi kerak. Xotira boshqaruvi ham muhim farqlardan biri hisoblanadi. Oddiy tizimlarda virtual xotira va swap ishlatilishi mumkin, ammo bunday mexanizmlar bajarilish vaqtini o'zgaruvchan qilishi mumkin. Real vaqt tizimlarida esa vaqtni oldindan baholash kerakligi sababli xotira boshqaruvi imkon qadar deterministik bo'lishi kerak. Masalan, bir task odatda 1 millisekundda ishlasa, lekin ayrim hollarda 500 millisekundgacha cho'zilsa, o'rtacha vaqt juda yaxshi ko'rinishi mumkin. Lekin real vaqt tizimi uchun aynan mana shu 500 millisekundlik holat juda muhim hisoblanadi. Chunki tizim eng yomon holatda ham deadline'ni buzmasligi kerak. Vaqt bo'yicha asosiy tushunchalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, real vaqt tizimlarida eng muhim terminlar, ya'ni bu slaydda diagrammani chapdan o'ngga qarab tushunamiz. Avvalo, biror hodisa yuz berdi, masalan, sensor yangi ma'lumotlarni yubordi. Shundan keyin tizimda ma'lum bir vazifa bajarilishi kerak va vazifa bajarilishi boshlandi. Vazifa bajarilmoqda. Natija tayyor bo'ladi, ammo natija shunchaki tayyor bo'lishi yetarli emas. U deadline'dan oldin tayyor bo'lishi kerak. Birinchi termin bu deadline. Deadline natija tayyor bo'lishi kerak bo'lgan eng oxirgi muddat hisoblanadi. Bu so'zni sizlar ham ko'p eshitgansiz. Masalan, bir task 10 millisekund ichida bajarilishi kerak bo'lsa, uning deadline qiymati 10 millisekund bo'lishi mumkin. Ikkinchi termin demak response time. Bu terminni ham eshitgan bo'lishingiz kerak. Response time, ya'ni javob vaqti. Response time hodisa yuz bergandan boshlab natija tayyor bo'lgunga qadar o'tgan umumiy vaqtni bildiradi. Demak, bu vaqt faqat protsessorda bajarilish vaqtidan iborat emas. Vazifa protsessorni kutishi mumkin. Shuning uchun response time tarkibida kutish vaqti ham qo'shilgan bo'ladi. Uchinchi termin bu reset. Bu worst case execution time. Ya'ni o'zbekcha aytganda vazifani eng yomon holatdagi bajarilish vaqti. Real time, ya'ni real vaqt tizimining vaqt bo'yicha kafolati aynan shu qiymatga asoslanadi. Masalan, task odatda 2 millisekundda ishlaydi, lekin eng yomon holatda 5 millisekundgacha cho'zilishi mumkin. Demak, kafolatlashda 2 millisekund emas, 5 millisekund hisobga olinadi. To'rtinchi terminimiz bu jitter. Demak, jitter davriy vazifani takrorlanish vaqtlaridagi tebranish hisoblanadi. Masalan, sensor har 10 millisekundda bir marta ishlashi kerak. Ideal holatda u 10, 20, 30, 40 millisekundlarda ishlaydi, ammo amaldagi 9.4 millisekunddan keyin 10.6 millisekund, keyin 9.8 millisekund kabi farqlar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, 10 millisekundni xuddi o'zida bo'lmasligi mumkin. Mana shu tebranish jitter deb ataladi. Yana bir muhim tushuncha bu slack hisoblanadi, ya'ni zaxira vaqti. Bu yerdagi natijadan deadlinegacha bo'lgan vaqt. Agar task deadlinedan ancha oldin tugasa, tizimda qo'shimcha vaqt zaxirasi mavjud bo'ladi. Zaxira qancha katta bo'lsa, tizimning vaqt bo'yicha xavfsizlik chegarasi shuncha katta bo'ladi. Masalan, deadline 10 millisekund bo'lsa, task response time 6 millisekund bo'lsa, demak 4 millisekund zaxiraga qoladi. Shunday qilib, real vaqt tizimida biz doimo hodisa, bajarilish, response time, reset, deadline o'rtasida munosabatni nazorat qilamiz. Endi real vaqt tizimlarining turlarini ko'radigan bo'lsak,
uni asosiy 3 ta turga ajratamiz. Bu tasnif deadline buzilganda qanday oqibat yuz berishiga asoslanadi. Birinchi turim hard real time. Hard real time tizimlarda deadline buzilishi tizim xatosi hisoblanadi. Ya'ni natija kerakli vaqtda kelmasa, tizim o'z talabni bajarmagan bo'ladi. Bunday tizimlarda vaqt kafolati juda muhim hisoblanadi. Masalan, avtomobilni ayrim xavfsizlik tizimlari, aviatsiya boshqaruv tizimlari yoki tibbiy qurilmalarda. Ikkinchi tur bu firm real time. Bu tizimlarda deadline'dan keyin kelgan natija o'z qiymatini yo'qotadi. Ya'ni natija kechiksa, uni ishlatishdan foyda qolmaydi, lekin kechikishni o'zi har doim ham halokatli oqibatga olib kelmaydi. Masalan, ma'lum bir vaqt oralig'ida kelishi kerak bo'lgan ma'lumot kechiksa, uni tashlab yuborish mumkin. Uchinchi tur demak soft real time. Soft real time tizimlarda deadline muhim, lekin deadline buzilganda natija butunlay foydasiz bo'lib qolmaydi. Kechikish natijaning sifatini pasaytirishi mumkin. Masalan, video oqimini oladigan bo'lsak, agar video yoki audio paketlar kechiksa, video sifati pasayadi yoki ovoz bilan tasvir orasida farq paydo bo'lishi mumkin, lekin bu tizimni xavfli xatosiga aylanmaydi. Shunday qilib, bu 3 tur o'rtasida asosiy farqni bitta savol bilan eslab qolishimiz mumkin. Deadline buzilganda nima sodir bo'ladi? Hard real time'da deadline buzilishi jiddiy xato hisoblanadi. Firm real time'da kechikkanda natija foydasiz. Soft real time'da natija foydali bo'lib qoladi, lekin uni sifati pasayadi. Muhim jihat shundaki, bitta katta tizimni turli qismlari turli real time talablariga ega bo'lishi mumkin. Masalan, avtomobilda xavfsizlikka oid boshqaruv qismi qattiq real time, ya'ni hard real time talabiga ega bo'lishi mumkin. Axborotni ekranda ko'rsatish esa yumshoq, ya'ni soft real time talabiga ega bo'lishi mumkin. Demak, bu yerda misollarni ko'rib olishingiz mumkin. Demak, qo'llanilish sohalari. Endi real vaqt tizimlari qayerda ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Masalan, birinchi katta soha bu aviatsiya hisoblanadi. Samolyotlarni avtopilot tizimlari, boshqaruv kompyuterlari va boshqaruv bilan bog'liq bo'lgan boshqa mexanizmlarda real vaqt hisoblashlari ishlatiladi. Ikkinchi soha bu avtomobilsozlik. Ya'ni ABS, ESP, dvigatel boshqaruvi va zamonaviy avtomobillardagi boshqa elektron tizimlar real vaqt talablariga ega hisoblanadi. Masalan, avtonom haydash bo'lishi mumkin. Uchinchi soha bu robototexnika. Sanoat robotlari, dronlar va xizmat robotlari sensorlardan kelayotgan ma'lumot asosida o'z harakatlarini boshqaradi. To'rtinchi soha bu tibbiyot, yurak stimulyatori, pacemakerlar, sun'iy nafas apparati va monitoring tizimlarida vaqt juda muhim hisoblanadi. Beshinchi soha bu telekommunikatsiya. VoIP, videokonferensiya, mobil tarmoqlar va onlayn o'yinlarni kechikishi muhim parametr hisoblanadi. Oltinchi soha bu mudofaa tizimlari. Radarlar, UAV boshqaruvi yoki boshqa boshqaruv tizimlarida real vaqt hisoblashlardan foydalaniladi. Umuman olib qaraydigan bo'lsak, real vaqt tizimlarida biz kundalik hayotda ishlatilayotgan ko'plab qurilmalar ichida mavjud hisoblanadi. Ular ko'pincha foydalanuvchiga alohida kompyuter sifatida ko'rinmaydi, lekin ular doimiy ravishda sensorlardan ma'lumot oladi, qayta ishlaydi va o'z vaqtida qaror chiqaradi. Endi bularni ko'rib chiqadigan bo'lsak, aviatsiya va avtomobilsozlikni batafsil ko'rib chiqamiz. Avval aviatsiyani ko'rib chiqamiz. Masalan, samolyotdagi avtopilot yo'nalishi tezlik va balandlikni avtomatik nazorat qilishga yordam beradi. Flight control computer esa samolyotning turli boshqaruv jarayonlarini muvofiqlashtiradi. Bundan tashqari, TCAS, ya'ni kabi tizimlar samolyotlar o'rtasidagi xavf yaqinlashuvini aniqlash va tegishli ogohlantirishlarni taqdim etishda ishlatiladi. Bunday tizimlarda vaqt talabi juda muhim hisoblanadi, chunki samolyot yuqori tezlikda harakat qiladi va vaziyat juda tez o'zgarishi mumkin.
Shuning uchun aviatsiya dasturiy ta'minotida xavfsizlik, testlash va sertifikatlash talablari juda muhim hisoblanadi. Endi avtomobilsozlikka o'tamiz. Avtomobildagi ABS, ya'ni tormozlash vaqtida g'ildiraklarni qotib qolishini oldini olishga yordam beradi. Buni ko'pchilik tushunsa kerak. ESP esa avtomobilni barqarorligini nazorat qiladi. Ya'ni burilishda avtomobil barqarorligini saqlab beradi. Dvigatel va transmissiyani boshqaruvchi ECU tizimlari turli parametrlarni doimiy ravishda hisoblab turadi. Zamonaviy avtomobillarda esa bundan ham murakkab tizimlar mavjud. Masalan, avtonom haydash tizimlarida kamera va boshqa sensorlardan kelayotgan ma'lumotlar birlashtiriladi. Bu jarayon sensor fusion deb ataladi. Tizim atrof muhitni tushunishi, obyektlarni aniqlash va kerakli boshqaruv qarorini o'z vaqtida chiqarish kerak. Shuning uchun avtomobilsozlikda real vaqt tizimlarining roli juda katta va bu sohada dastur yozish oddiy dastur yozishdan farq qiladi. Chunki kodni ishlashi bilan birga uni vaqt bo'yicha kafolatlari, test natijalari va ishonchliligi ham muhim hisoblanadi. Endi keyingi soha, demak, robototexnika va tibbiyot. Robototexnikada real vaqt tizimlari robotning harakatlarini boshqarish uchun ishlatiladi. Masalan, sanoat robotlari payvandlash, yig'ish va bo'yash kabi operatsiyalarni juda aniq va takrorlanuvchi sikllarda bajaradi. Bu yerda servo boshqaruv juda muhim hisoblanadi. Agar servo boshqaruv sikli 1 kHz bo'lsa, bu har bir millisekundda sensorlardan ma'lumot olish, hisoblash va dvigatelga boshqaruv signalini berish jarayonini takrorlanishini anglatadi. Demak, o'zi chastotani ma'nosi shu, bilasizlar. Agar boshqaruv sikllarida kechikish yoki katta tebranish paydo bo'lsa, robotning harakati ham beqaror bo'lishi mumkin. Dronlarda ham real vaqt tizimlari juda muhim. Dron o'z holatini anglashi, navigatsiya qilishi, atrofdagi obyektlarni hisobga olishi kerak. Shuning uchun bu muhim hisoblanadi. Endi tibbiyotga o'tadigan bo'lsak, dron o'z holatini aniqlashi, navigatsiya qilishi va atrofdagi obyektlarni hisobga olishi kerak. Endi tibbiyotga o'tadigan bo'lsak, tibbiy qurilmalarda vaqt talabi juda muhim bo'lishi mumkin. Masalan, yurak stimulyatori organizmdagi signalni kuzatib, kerakli vaqtda javob berishi kerak. Ya'ni impulsni sezib, o'z vaqtida yuborishi kerak. Sun'iy nafas apparati nafas olish jarayonini doimiy nazorat qiladi. Monitoring tizimlarida esa puls, qon bosimi, SpO2 kabi ko'rsatkichlarni kuzatadi, ya'ni to'xtovsiz kuzatib turadi. Bu tizimlarda yana bitta juda muhim talab bor: uzluksiz ishlash. Qurilma faqat bir necha daqiqa yaxshi ishlashi yetarli emas. U uzoq vaqt davomida barqaror va ishonchli ishlashi kerak. Shuning uchun tibbiy va robototexnika tizimlarida real vaqt talablari, ishonchlilik va xavfsizlik bir-biri bilan chambarchas bog'langan. Endi telekommunikatsiya va mudofaa sohasini ko'rib chiqamiz. Telekommunikatsiyada kechikish juda muhim parametr hisoblanadi. Masalan, VoIP orqali telefonlashayotganimizda ovoz paketlari juda katta kechikish bilan yetib kelsa, suhbat qilish qiyinlashadi. Video konferensiyada esa video va ovoz o'rtasida sinxronlik muhim. 4G, 5G tarmoqlarda ma'lumotlar juda katta hajmda qayta ishlanadi va uzatiladi. Onlayn o'yinlarda ham kechikish foydalanuvchi tajribasiga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun telekommunikatsiya tizimlarida ko'pincha soft real time talablariga yaqin hisoblanadi. Ya'ni kechikish sifatini pasaytiradi, lekin har bir kechikish halokatli xato degani emas. Endi mudofaa tizimlariga o'tamiz. Radar tizimlari obyektlarni aniqlash va kuzatishda real vaqt hisoblashlardan foydalanadi.
UAV boshqaruv tizimlarida telemetriya va boshqaruv buyruqlarini o'z vaqtida qayta ishlashi muhim hisoblanadi. Boshqaruv markazlari esa turli manbalardan kelayotgan katta hajmdagi ma'lumotlarni birlashtirishi mumkin. Bu yerda juda qiziqarli muammo mavjud. Masalan, hisoblash algoritmi qanchalik murakkab bo'lsa, ayrim hollarda natija aniqroq bo'lishi mumkin. Ammo murakkab algoritm ko'proq vaqt talab qiladi. Real vaqt tizimlarida esa bizda vaqt chegarasi mavjud. Shuning uchun biz real vaqt tizimlarida eng murakkab algoritmni emas, balki vaqt talablarini kafolatlay oladigan algoritmni tanlashimiz muhim hisoblanadi. Shunga demak katta e'tibor berishimiz kerak. Endi zamonaviy texnologiyalardan biri IoT, ya'ni Internet of Things haqida gaplashamiz. Internet of Things deganda internet yoki boshqa tarmoqlarga ulangan ko'plab qurilmalar va sensorlarni o'zaro ishlashi tushuniladi. Masalan, aqlli uyda harorat sensori mavjud. U harorat haqida ma'lumot beradi. Aqlli tizim esa ushbu ma'lumot asosida isitish yoki sovutish tizimini boshqarishi mumkin. Aqlli shaharda svetoforlar transport oqimidan kelayotgan ma'lumotlarga qarab boshqarilishi mumkin. Sog'liqni saqlashda kiyiladigan sensorlar turli ko'rsatkichlarni kuzatishi mumkin. IoT da juda muhim tushuncha bu ma'lumotlarni yangiligi, ya'ni freshness. Sensor ma'lumotlari kechiksa, u asosida qabul qilinadigan qaror ham eskirgan bo'lishi mumkin. Masalan, svetofor 5 soniya oldin transport holati haqida ma'lumot olsa, hozirgi transport oqimi uchun bu ma'lumot yetarlicha foydali bo'lmasligi mumkin. Yana bir muammo, IoT qurilmalarining resurslari cheklangan bo'lishi mumkin. Ularning protsessori, xotirasi va energiyasi cheklangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun yengil aloqa protokollari muhim hisoblanadi. Masalan, MQTT va QoAP kabi protokollar IoT muhitida ishlatiladi. Bularni ham ko'rib chiqamiz. Yana bir muhim texnologiya edge computing, ya'ni bu edge computing deganda hisoblashni uzoqdagi cloud serverga yuborish o'rniga ma'lumot manbasiga yaqin joyga bajarilishi tushuniladi. Bu tarmoq orqali borib kelish vaqtini kamaytirishga yordam beradi. Shunday qilib, IoT va real vaqt tizimlarining bog'liqligi shundan iboratki, sensor ma'lumotlari nafaqat to'g'ri, balki o'z vaqtida va yetarlicha yangi bo'lishi ham kerak. Endi yana bir zamonaviy yo'nalish sun'iy intellekt va real vaqt tizimlari integratsiyasi. Sun'iy intellekt real vaqt tizimlariga murakkab va aqlli qarorlar qabul qilish imkoniyatini beradi. Masalan, kamera orqali kelayotgan tasvirdan piyodani yoki boshqa obyektni aniqlash mumkin. Nutqni qayta ishlash tizimlaridan foydalanuvchi buyruqlarni tushunishi mumkin. Avtonom transportda esa AI yordamida atrof muhitni tahlil qilish va harakat bo'yicha qaror qabul qilish mumkin. Lekin bu yerda asosiy bir muammo mavjud. AI modellari, ayniqsa neyron tarmoqlar katta hajmdagi hisoblashlarni talab qilishi mumkin. Real vaqt tizimi esa vaqtni qat'iy cheklaydi. Ya'ni bizga shunchaki yaxshi natija beradigan model emas, balki kerakli natijani belgilangan vaqt ichida bera oladigan model kerak bo'ladi. Shuning uchun AI modelni optimallashtirish usullari ishlatiladi. Masalan, quantization orqali modelni ixchamlashtirish mumkin. Pruning orqali modelni ayrim keraksiz qismlarini olib tashlash mumkin. Bundan tashqari GPU, NPU va FPGA kabi apparat tezlatkichlardan foydalanish mumkin. Bu yerda yana reset tushunchasi ham juda muhim hisoblanadi. Real vaqt tizimi uchun biz modelni eng yomon holatda qancha vaqt ishlashini bilishimiz kerak. Demak, oddiy AI tizimida model qanchalik aniq degan savol juda muhim hisoblanadi. Real vaqt AI tizimida esa bunga yana bitta savol qo'shiladi, ya'ni model o'z natijasini kerakli vaqt ichida bera oldimi? Mana shu AI va real vaqt tizimlari orasidagi asosiy bog'liqlik hisoblanadi. Endi
real vaqt tizimining samaradorligini qanday baholash mumkinligini ko'rib chiqamiz. Bu yerda 3 ta asosiy ko'rsatkich mavjud. Javob vaqti, resursdan foydalanish, barqarorlik va ishonchlik. Demak, birinchisi javob vaqti, ya'ni response time dedik. Bu biz vazifa belgilangan deadline ichida bajarilayotganini tekshiramiz. Bunda faqat o'rtacha vaqt emas, eng yomon holat ham muhim hisoblanadi. Ikkinchisi, resurslardan foydalanish. Bunda CPU yuklanishi, xotiradan foydalanish va tarmoq resurslarining taqsimlanishi baholanadi. Uchinchisi, barqarorlik va ishonchlilik. Tizim faqat bir marta emas, uzoq vaqt davomida ham bir xil sifatda ishlashi kerak. Ya'ni barqaror bo'lishi kerak. Bu 3 ta ko'rsatkichni birgalikda ko'rib chiqishimiz kerak. Tizimni optimallashtirish uchun bir nechta usullardan foydalanish muhim. Masalan, load balancing, ya'ni yuklamani turli yadrolar va tugunlar o'rtasida taqsimlanishi bu load balancing deb nomlanadi. Keyingi usul rejalashtirish algoritmlari. Masalan, prioritet yoki deadline asosidagi algoritmlar. Bundan tashqari parallel hisoblashdan ham foydalanish mumkin. Ko'p yadroli protsessorlar va yoki apparat tezlatkichlar yordamida vazifani samarali bajarish mumkin. Ammo bitta narsani unutmasligimiz kerak. CPU ni imkon qadar 100% ishlatish har doim ham real vaqt tizimi uchun yaxshi natija bermaydi. Chunki tizimga deadlinelarni kafolatlash uchun muhim darajada zaxira resurs kerak bo'lishi mumkin. Keyingi ma'ruzalarda scheduling algoritmlarini batafsil o'rganamiz. Endi real vaqt tizimini yaratish bir necha bosqichlardan iborat, ya'ni hayot sikli. Birinchi bosqich talablarni aniqlash. Bu bosqichda qaysi vazifalar real vaqt ekanligini aniqlanadi. Ularning davri, deadline va boshqa vaqt talablari belgilanadi. Ikkinchi bosqichda loyihalash. Bu yerda apparat va dasturiy ta'minot birgalikda rejalashtiriladi. Qaysi protsessor ishlatiladi, qancha xotira kerak, qanday retos ishlatiladi, qaysi sensorlar kerak. Bularning barchasi vaqt talablariga ta'sir qiladi. Uchinchi bosqich demak ishlab chiqish. Bu bosqichda retos sozlanadi, scheduler va driverlar bilan ishlanadi, kerakli dasturiy komponentlar ishlab chiqiladi. To'rtinchi bosqich sinov. Real vaqt tizimida oddiy funksional test yetarli emas. Deadline testlari, stress testlar, reset tahlil va xavfsizlik sinovlari ham amalga oshiriladi. Beshinchi bosqich bu joriy etish. Tizim real muhitga o'rnatiladi va kerakli kalibrlash ishlari amalga oshiriladi. Oltinchi bosqich texnik xizmat. Tizim yangilanadi, monitoring qilinadi va kerak bo'lsa IoT yoki AI bilan integratsiya qilinadi. Bu yerda muhim jihat shundaki, tizimga yangi o'zgarish kiritilganda uning vaqt bo'yicha kafolatlari yana tekshirilishi kerak. Chunki dasturdagi kichik o'zgarishlar ham bajarilish vaqtiga ta'sir qilishi mumkin. Endi real vaqt tizimlarining afzallik va kamchiliklarini ko'rib chiqamiz. Birinchi afzalligi aniq vaqt nazorati. Tizim deadlinelarini nazorat qilish imkoniyatiga ega. Ikkinchi afzallik yuqori ishonchlilik. Real vaqt tizimlari uzoq vaqt davomida barqaror ishlashi uchun loyihalanadi. Uchinchi afzallik barqarorlik. Tizimda muammo yuz berganda uni xatti-harakatlari oldindan rejalashtirilgan bo'lishi mumkin. To'rtinchi afzallik bu xavfsizlik. Transport va tibbiyot kabi sohalar juda muhim, ammo real vaqt tizimlarida kamchilik ham bor. Birinchidan, ularni ishlab chiqish murakkab. Vaqt kafolatini ta'minlash va isbotlash oson emas. Ikkinchidan, ishlab chiqish narxi yuqori bo'lishi mumkin. Maxsus apparat, testlash va sertifikatlash xarajatlari mavjud. Uchinchidan, moslashuvchanlik nisbatan past bo'lishi mumkin. Tizimga o'zgartirish kiritilganda uni vaqt bo'yicha xatti-harakatlari qayta tekshirish talab qilinadi. To'rtinchidan, resurs zaxirasi kerak bo'lishi mumkin. CPU ni doim maksimal darajada yuklash deadline kafolatlarini qiyinlashtirishi mumkin.
Beshinchidan, maxsus bilimga ega bo'lgan mutaxassislar talab qilinadi. RTOS, Processor, Scheduling va real vaqt dasturlash tamoyillarini yaxshi bilish talab qilinadi. Shuning uchun real vaqt tizimi har doim oddiy tizimdan yaxshiroq degani emas. U boshqa maqsad uchun yaratilgan tizim. Agar bizga qat'iy vaqt kafolatlari kerak bo'lmasa, oddiy tizimdan foydalanish osonroq va afzalroq bo'lishi mumkin. Demak, har doim ham real vaqt tizimlari kerak degani emas. Endi xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi ma'ruzamizni asosiy xulosalarini takrorlab chiqamiz. Birinchi asosiy fikrimiz, real vaqt tizimida to'g'ri natija va o'z vaqtida olinadigan natija bir xil darajada muhim hisoblanadi. Ikkinchi, real vaqt tizimi shunchaki tizim emas, bu bashorat qilinadigan tizim hisoblanadi. Ya'ni biz tizimni eng yomon holatda ham belgilangan vaqt talablarida bajarilishini bilishimiz kerak. Bu yerda reset juda muhim hisoblanadi. Uchinchi fikr, deadline buzilishining oqibatiga qarab real vaqt tizimlari hard, firm va soft turlarga ajraladi. Hard real time tizimlarda deadline buzilishi jiddiy xato. Firm real tizimlarda kechikkan natija foydasiz hisoblanadi. Soft real time tizimlarda esa kechikkan natijani faqat sifati pasayadi xolos. To'rtinchi, IoT va sun'iy intellekt real vaqt tizimlari oldiga yangi vazifalarni qo'yapti. Demak, IoTda ma'lumotlar yangiligi va tarmoq kechikishi mumkin. AI tizimlarda esa murakkab hisoblashlarni belgilangan vaqt ichida bajarish muhim hisoblanadi. Shu 4 ta fikrni bugungi ma'ruzadan eng asosiy bilim sifatida eslab qolishingiz kerak. Bugungi mavzuni mustahkamlash uchun savollarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Masalan, real vaqt tizimi qanday ta'riflanadi va u oddiy tizimdan nimasi bilan farq qiladi? Demak, bu savolga javob berishda real vaqt tizimida to'g'ri natija bilan birga vaqt bo'yicha to'g'rilikni ham talab qilinishini aytish kerak. Demak, takrorlash uchun ushbu savollarni ko'rib chiqsangizlar bo'ladi. Yoki masalan, hard, firm va soft real time tizimlar ikkitadan misol keltiring desa, masalan, deadline buzilganda qanday oqibat yuz berishiga qarab bu savollarga javob berish mumkin. Demak, shu savollarga yozma ravishda javob tayyorlab qo'ysangiz mavzuni yanada mustahkamroq tushunib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, hurmatli talabalar, bugungi ma'ruzamiz shu bilan yakunlanadi. Bugun biz real vaqt tizimlari haqida asosiy tushunchalarni o'rgandik. Real vaqt tizimlari nima ekanligini aniqladik. Oddiy tizimlardan farqini ko'rdik. Deadline, response time, reset va jitter kabi muhim terminlar bilan tanishdik. Real vaqt tizimlarini hard, firm, soft turlarini ajratdik. Shuningdek, real vaqt tizimlarini aviatsiya, avtomobilsozlik, robototexnika, tibbiyot, telekommunikatsiya, mudofaa, IoT va sun'iy intellektdagi qo'llanishini ko'rib chiqdik. Demak, bugungi ma'ruzadan asosiy fikrni yana bir marta takrorlaydigan bo'lsak, real vaqt tizimlarida natija to'g'ri bo'lishi yetarli emas. Natija kerakli vaqtda tayyor bo'lishi ham kerak. Keyingi ma'ruzamiz, bugun o'rgangan tushunchalarimizni amaliy jihatdan davom ettiramiz. Keyingi ma'ruzamizda, demak, keyingi mavzu real vaqt operatsion tizimlari RTOS hisoblanadi. Unda real vaqt tizimlarida operatsion tizim qanday ishlashi, RTOSning oddiy operatsion tizimlardan farqi, uning asosiy xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Demak, keyingi darsga RTOS tushunchasi bilan qisqacha tanishib kelishingizni tavsiya qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa, darsni o'zingiz qaytadan ko'rib chiqib, prezentatsiyani ko'rib, o'qib, yana qayta o'zlashtirib olishingiz mumkin.
e'tiboringiz uchun katta rahmat.